Bor bana. Ya bermayman. Ber. Bor bana. Bermayman. Astagfirullah. Janang qursin. Assalomu alaykum. Nima qilyapti u? O'g'lim, kinolarni ko'radi-ku, bosh qahramonlarning obraziga tushib oladi-da. Bugun kimga tushib olding endi? Kimsan endi? Jumon Sasiyonani qutqargani ketyapman. Jumon bo'ldi. Tosh mana qiladi. Shahzoda. Yo'q, onangni abayasini kiygansan, bor onang ko'rmasa o'ldiradi, boriqor. Esingdami? Menga hech kimni chinakamiga sevmagansan deganding. Men rostdan Jumsang tirigadimmi? bilmayman. Qachon tirildi? Kino-ku bu, ishonaverasan, Yo'q, onang nima bo'ldi? Kirdi o'sha obrazga. Qanday kiradi bu birdan obrazga, Men Jonsangman, xotiramni yo'qotganman. Sizlar kimsizlar? Bu qaysi kinoni ko'rdi endi? Ombak. Nima bak? Ombak. Ombak, bolam, tush endi pastga, tush. Film qayerda? Topib beraman, ombakim, tush bolajonim, iltimos. Hech bo'lmasa suyagini topib beringlar. Ana shuni ham topib beraman, ombak, tush bolam, sharmanda qilma bolam, endi ombak. Ombaklik qilma endi. Qayerdan ovoz kelyapti? Tavba qildim, musor paketi ichidami? Joduga nur kerak. Nur topib beringlar. Joduni ko'rdingmi? Nur. Men Baxtiqaro Robinzon Kruzoni taqdir kimsasiz bir orolga. Voy, bolam qani? Ya o'l sharmanda. Bu orolga ketdi, mani Robinsonni ko'rib orolga ketdi bolang. Ay, boring orqasidan qayerdan topamiz? Xavotir olma. Sim kartam Mobius-ku, marza 70 tarifi. Kit Security degan xizmati bor. Shunday bolangni qayerda yurganini shunday ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari 150 gigabayt internet bergan. Telegram, Instagram, WhatsApp, hamma messenjerlarga kirish mutlaqo tekin. Telefonda gaplashishdan VIP. Hozir topaman. Qarang. Bu ona nimaga o'rmon ketibdi bu jinni. Men Robinzon Kruzo. Odamlarni ko'rmaganimga 50 yil bo'libdi. Qayerda bo'lganda bo'lam. Menga qara. Nima qilib bo'lsa ham Titanicni ko'rsatma bunga. Tushundingmi? Nimaga? O'zini cho'ktirib o'ldiradi bu jinning. Titanik. Yo, Titanicni ko'rsatolmayman bolam. To'g'ri tushun. Sen bizga keraksa Titanicni ko'rsatolmayman bolam. Bitta ko'raylik. Yo, uni ko'rsatolmayman bolam, o'zingni qo'lga ol. Yo, Titanik dema. Zo'r narsa ekan-a? G'aybullami? Yo'q, qiz. Niyat qildi. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza g'aybulan oliga o'ynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, g'aybularni oldida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga o'ylanayotganingizni bilyapsizmi? Ha, g'aybularni oldida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxta oyi. Ishonasizmi? Tushunga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Voy. Bu ana G'aybulla To'yxunovni olti o'ynagan qizmi? Voy, bu ketdan tonish qilyapti-yu. Siz bilan jiyallab turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlan yigitim hozirroq sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib g'aybulla bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam boru, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning Uchirab o'zing qanaqa Jamila? Ana G'aybullaning oliga o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Sen bir G'aybullaning oldida o'ynama ekan, Michael Jacksonning oldida o'ynasang nima deyapting? Va qara, ertaga bolalarimizdan so'rashsa, kimning o'g'lisan desa, G'aybullaning oldida o'ynagan qizning o'g'liman deydimi? Ajrashaylik.
Guruch tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezroq qilib o'rganganmiz. Laserda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Men bahonada. Ajrashaylik. Sen nega tushuntiring? Bitta plus qo'shmabsan-da, 18 plus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxobkalar yaxshimiz ekan. Olov bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxobkada tort pishirganmiz. Porsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimiji. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandris qiyshiq nonimni kuydiryapti. Bahona bu, tandir yappa yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana mashinangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Bavi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shunday tog'larga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yurgan bo'taloq. Biz bechora o'zi buyani kulida yuvardik. Oppoq bo'lardi. Bahonada. Onangiz ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb papas. Xush kelibsizlar mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Kelin. Labbay. Shunda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. Bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurunchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu yerda hamma ajrashadi. Bu yerda hamma ajrashadi. Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman, rasmi yo'qmi? Bor. Shundan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men shoshib turibman. Aka, bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Menga qarang. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nala? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, bervoravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Achikingiz. To'g'ri tushunyapsiz, bo'g'ili. Hurmatli podполkovnik chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishkan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Qocha syomka qilmay, kim ichibdi qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir! Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiq qayda bo'lardi? Yuring chiqar bu yoqqa. Shippa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling. O'g'il navaz hech kim. Dadamni srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladi. Alo komandir. Takdir bu, takdir.